Li mashinalarini 6si, 7si, 9i O'zbekistonda aktivni sotilyapti. O'zi bir-biridan nima farqi bor? Men olmoqchi bo'lsam, nimasiga qarab olaman aka? Hozir men sizga cho'tki qilib tushuntirib beraman. Bu masalada savolingiz qolmaydi. Zo'r-ku, videoni oxirigacha ko'ringlar, hammamiz bila olamiz. Katta mashinaga endi o'tayotganlar, bu Li'ni mazasini oladigan bolalar Li 6 olishini tavsiya beraman. Chunki narxi hamyonbop, Li'ni mazasini oladi. Shaharda parkovka qilish, haydab yurish oson. Ha, 7si-chi. 7si shahar ichida ish ko'p bo'ladigan okalarga yoki biznes lady ayollarga juda ham qulay bo'ladi. Pnevmalari bor, yumshoq maza qilib yurishadi. Juda komfortimizda. Hamma komfort o'zida bor. Li 9ni shopurda yuradigan okalarga yoki viloyatlarga tez-tez qatnab turadigan, viloyatlarda zavodlari bor odamlarga tavsiya beraman. Uzoq yo'llarda juda ham mazasi bor. Shunaqa. Buni mazasini umuman boshqa mashina bilan tasvirlab bo'lmaydi. Li 9 yurganlar sizlar bilasizlar buni. Li